Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, ingliz tili o'rganuvchilari. Kanalimga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan navbatdagi darsimizni boshlaymiz. Albatta, biroz darslarimizda orada cho'zilish bo'ldi. Biroz emas, ancha cho'zilish bo'ldi. Ana endi bugun darsimizni qolgan joyidan davom ettiramiz. Demak, oxirgi o'tilgan darsimiz the present continuous tense, ya'ni hozirgi zamon davom fe'li edi. Bu darsni hozir biz davom etamiz va shuni maslahat berardimki, hozirgi darsimizni ko'rishdan oldin agarda biroz yodlaringizdan chiqqan bo'lsa, o'sha darsimizni yaxshilab takrorlab olishingizni tavsiya qilardim, chunki chalkashib yoki tushunmay qolishingiz mumkin bo'ladi. Demak, the present continuous tense haqida oldingi darslarimizda biroz tushuncha berib o'tgandim, lekin o'sha zamonda 3 xil shaklda, ya'ni darak gapda va inkor gapda hamda so'roq gapda qanday qo'llanilishini o'tmagan edik. Bugun esa aynan mana shu formalarda, ya'ni mana shu gaplarda qo'llashni o'rganamiz. Xo'p, kelinglar biroz eslab olsak, hozirgi zamon davom fe'li bu nima edi? Ya'ni bu zamonni qachon ishlatamiz va nima maqsadda ishlatamiz? Misol keltiraman. Ayni vaqtda sodir etilayotgan, ya'ni hozir sodir etilayotgan ish harakatlarga yoki sodir etilmayotgan ish harakatlarga nisbatan biz mana shu zamonni olar edik. Deylik, watch, ya'ni men bu yerda gaplar tuzib qo'ydim. Watch fe'lini olaylik, ya'ni tomosha qilmoq. Misol uchun televizor tomosha qilmoq. Hozir men televizor tomosha hozir o'zimni vaziyatimni olib qaraydigan bo'lsam, hozir men televizor tomosha qilmayapman. Ayni vaqtda men televizor tomosha qilmayapman. Bu sodir etilmayotgan, ayni vaqtda sodir etilmayotgan ish harakat yoki sodir etilayotgan ish harakat bo'lsa, men hozir sizlarga dars o'tyapman. Bu ayni vaqtda davom etyapti. Demak, o'tilayotgan mavzumiz ayni vaqtda davom etilayotgan yoki davom etilmayotgan ish harakatlarga nisbatan ishlatiladi va shuning uchun ham mavzuni nomiga e'tibor bersangiz, hozirgi zamon davom fe'li, demak davom etyapti. Bu davom etish faoliyati qaysidir nuqtadan qaysidir nuqtagacha davom etishi mumkin. Misol uchun, hozir men sizlarga dars o'tyapman, dars o'tishni boshladim. Deylik, misol uchun 10 minut oldin dars o'tishni boshladim, davom etyapti. Mana hozir davom etish nuqtasidamiz va yana qaysidir 15 minutgacha yoki 10 minutgacha yana davom etadi va tugaydi. Mana shu oraliqda bo'lib o'tgan davom etayotgan ish harakatga nisbatan biz hozirgi zamonni qo'llar ekanmiz. Demak, aytib o'tganimdek, biz bu zamonni demak darak gapda, ya'ni misol uchun men televizor ko'ryapman yoki inkor gapda men televizor ko'rmayapman, demak inkor qilyapman hozir ko'rmayotganligimni, yoki savol berishni, so'roq. Siz televizor ko'ryapsizmi deb savol berishni o'rganamiz. Ya'ni 3 xil shaklda gap, inkor, darak, so'roq gaplarda o'rganamiz o'sha gapni tuzilishini. Endi sizlarga hozir gapda birdaniga qanday tuzilishini ko'rsatib o'tib ketmayman, chunki buni boya sizlarga aytgandek, men oldingi darsda, ya'ni bu zamon haqida biroz tushuncha berib o'tganimda gapni qanday tuzilish strukturasini, nimadan keyin nima keladi, fe'l qanday o'zgarish ro'y beradi, hammasini tushuntirib o'tganman. Va buni yana takrorlashni hojati yo'q. Agar sizga hojati bo'lsa, marhamat o'sha darsni albatta ko'rib, esingizga tushirib olib, mustahkamlab, keyin bu darsni ko'radigan bo'lsangiz, bemalol tushuna olasiz. Xo'p, ana endi davom etamiz. Mana men darak gapda, ya'ni darak gap ingliz tilida pozitiv bo'ladi. Xo'p, misollar keltirib chiqdim. Demak, I am watching TV.
Men televizor ko'ryapman. You are watching TV. Siz televizor ko'ryapsiz. He is watching TV. U o'g'il bolaga nisbatan televizor ko'ryapti. Demak, she is watching TV. Demak, qiz bolaga nisbatan it is watching TV. Hayvonga nisbatan we are watching. Biz ko'plikda biz ko'ryapmiz. Demak, you are watching TV. If they are watching TV, demak ular televizor ko'rishyapti. Ana endi mana shu hozirgi demak zamon davom fe'lida o'zini ishlatiladigan vaqtlari bor. Misol uchun albatta hamma zamonda o'zini vaqtlari bor. Misol uchun o'tgan zamonda gap tuzadigan bo'lsak, kecha men televizor ko'rgan edim, kecha mana shu dasturni tomosha qilgandim deb kecha degan so'zni aytamiz o'tgan zamonga bildirish uchun. Yoki bo'lmasam kelasi zamonda gapirmoqchi bo'lsak, ertaga mana shunaqa rejalarim bor, ertaga demak mehmonga bormoqchiman deb ertaga so'zni ishlatamiz. Demak kelasi zamonni bildirish uchun, kelajakni bildirish uchun. Mana bu hozir davom etayotgan ish harakatga nisbatan ham qo'llanadigan vaqt birliklari bor. Bular now, ya'ni hozir degani yoki at the moment, ayni vaqtda degan ma'noni bildiradi. Mana shunday qilib vaqtlarni qo'llab chiqishimiz mumkin. Albatta. Demak, now demak, ko'rib chiqqaningizdek, men vaqt birligini qo'yib chiqdim. Demak, now. I'm watching TV now. Men hozir televizor tomosha qilyapman bo'lyapti. Bu darak gapda edi. Endi inkor gapda gaplar qanday o'zgarish ro'y beradi, qanday tuziladi deydigan bo'lsak, men hozir televizor ko'rmayapman, siz televizor ko'rmayapsiz deydigan gaplar tuzilgan bo'lsa, demak, inkor yuklamasi bor edi ingliz tilida. Bu not, ya'ni yo'q, emas degan ma'noni beradi. Ana shu not degan inkor yuklamasini hozir biz gaplarda qo'yib chiqishimiz kerak bo'ladi. Ko'rib turganlaringizdek, men bu gapni, ya'ni inkor gap yasash uchun alohida endi yozib chizib o'tirmadim. Shunchaki o'ziga o'sha yo'q degan inkor yuklamasini qo'yib chiqdim. E'tibor bersangiz, mana to be fe'lidan keyin not qo'yilyapti. Demak, am not, are not, is not, are not, demak, are not, demak, I'm not watching TV. I'm not watching TV. You are not watching TV now. He is not watching TV now. She is not watching TV now. Okay, we are not watching TV now. Demak, men hozir televizor ko'rmayapman, siz hozir televizor ko'rmayapsiz, u hozir televizor ko'rmayapti. Demak, bizlar hozir televizor ko'rmayapmiz. Mana shunday inkor ma'no kelib chiqdi, ya'ni negativ. Endi sizlarga tavsiya etardim, daftarlaringizga, albatta oramizda ingliz tilini jiddiy o'rganuvchilar bor. Ular daftarlar tutib, har bitta darsni kuzatib, mashqlar bajarib boryapti. Va o'rganuvchilarga tavsiya qilardim, siz esa alohida, demak, negativ, ya'ni inkor gap deb yozib, gapni alohida ko'chirishingiz uchun, ya'ni tushunarli bo'lishi uchun, yaxshilab o'rganishingiz uchun. Okay. Demak, bu inkor gap edi. Ana endi men inkorlarimizni o'chirib chiqaman va mana shu gapdan yana sizlarga so'roq gap yasab beraman. Demak, ko'rib turganingizdek, men yana gapni oddiy birinchi boshdagi holatga qaytardim. Ana endi boya aytib o'tgandek, so'roqga aylantirsak qanday bo'ladi? Mana bu yerdagi to be fe'llarni alohida yashil rangda yozib qo'yganman. Demak, bu gaplarda so'roqga aylantirishingiz uchun mana shu to be fe'lini egadan, ya'ni mana boshda kelayotgan so'zda egadan oldinga o'tkazib qo'ysangiz, tamom. Bu gap savolga aylanadi qoladi. Ya'ni
E'tibor bering, men hamma tubi fe'lni egadan oldinga o'tkazib chiqdim. Ya'ni strelka bilan yo'naltirdim. Demak, am demak tubi fe'li bu yoqqa o'tgandan keyin birinchi tubi fe'l o'qiladi. Am I watching TV now? Men hozir televizor ko'ryapmanmi? Yoki are you watching TV now? Siz hozir televizor ko'ryapsizmi? Is he watching TV now? U hozir televizor ko'ryaptimi? O'g'il bolaga nisbatan is she watching TV now? U hozir televizor ko'ryaptimi? Qiz bolaga nisbatan is it watching TV now? U hozir televizor ko'ryapti. Misol uchun mushuk bo'lishi mumkin, divanda xur-xur qilib egasi bilan birga televizor ko'rib o'tirishi mumkin. Demak, are we watching TV now? Biz hozir televizor ko'ryapmizmi? Yoki are you watching TV now? Sizlar yoki are they watching TV now? Ular hozir televizor ko'rishyaptimi? deb savol yasaladi. To be fe'li oldinga o'tib va albatta savolda oxiriga so'roq qo'yiladi. Ana endi u savollarga ko'rib turganingizdek unaqa qiyin emas, osongina. Yana ham oson bo'lish uchun men bekorga mana shu gapni o'chirmasdan turib ham inkor, ham savol yasaganim yo'q. Demak, so'roqga biz ha yoki yo'q deb qisqa javob beradigan bo'lsak, buni ham yozib chiqaman, ya'ni ha va yo'q degan javoblardan. Demak, e'tibor bering, men javoblarni yozib chiqdim. Demak, ha. Yes, I am. Yes, you are. Yes, he is. Yes, she is. Yes, it is. Yes, we are. Yes, you are. They are. No, I'm not. No, you aren't. Bu yo'q degan javobni men qisqartirilgan holatda beraman, chunki inkor ma'noda javob beradigan bo'lsangiz, yo'q deb shunda qisqartirilgan holatda ko'proq to'g'riroq bo'ladi. Demak, misol uchun, is it watching TV now? U hozir televizor ko'ryaptimi? Yes, it is. Ha, ko'ryapti. Yoki no, it isn't. Yo'q, ko'rmayapti degan ma'noda javob berishingiz mumkin bo'ladi. O'ylaymanki, bugungi tushuntirgan mavzuim sizlarga tushunarli bo'ldi. Qo'ldan kelgancha juda ham soddalashtirgan holatda tushuntirishga harakat qildim va dars davomida bir necha misollar keltirib o'taman hamda vazifalar beraman. O'zlaringizni sinab ko'ringlar, vazifani bajarib ko'rib. Demak, savollaringiz bo'lsa yoki taklif, mulohazalaringiz, izohlaringiz bo'lsa, marhamat o'z izohlaringizni qoldiring kommentlarda. Keyingi darslarda ko'rishguncha. Goodbye.